Birinchi navbatda do'stlar Soqqaboz BK degan Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Ya'ni ko'rganlaringizdek, mana 1061 ta odami bor. Shunga kirib olamiz va mana bu yerda tushuntirib o'tganmiz Apple Hack dasturi, WinWinBet dasturi. Shu ikkala dasturni telefoningizga o'rnatasiz do'stlar. Albatta yuklab olgandan so'ng o'rnatib, mana shu aytgan shartlarni to'liq bajarish kerak. Shunda sizlarga mana shu Apple Hack dasturi hammasi ishlaydi, 100% ishlaydi do'stlar. Va keyingi qiladigan ishimiz do'stlar WinWinBet kontorasidan ro'yxatdan o'tamiz. Biz albatta bu prilojeniyani WinWinBet kontorasiga ulab qo'yganmiz do'stlar. Xo'p, bu yerdan po telefon degan joydan o'tamiz. Xo'p, telefon degan joyga telefon raqamingizni kiritasiz va promokod degan joyga Soqqaboz promokodini kiritasiz. Chunki biz aynan o'sha dasturni Soqqaboz promokodiga ulattirganmiz. Admin menejerlar bilan gaplashib. Va bu yerda siz Casino va Adin Games degan joyni bosasiz va mana bu 3 ta pitichkani qo'yasiz. Soqqaboz promokodini yozasiz va hamma qatorni to'ldirganingizdan so'ng registratsiya tugmasini bosasiz do'stlar. Va do'stlar, albatta ro'yxatdan o'tgandan so'ng siz depozit qilasiz, ya'ni profilingizga pul kiritasiz va mana Games degan bo'limdan tanlaysiz Apple of Fortuna o'yinini, shu o'yinni tanlaysiz va undan so'ng mana bu dastur Apple Hack dasturiga xo'p, mana bu 10 qatorga 5 kiritib qo'yasiz, bo'ldi. Agar iloji bo'lsa bu dasturda siz boshqa telefonga ulab to'g'rilab qo'yib olasiz va bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chunki bitta telefondan qilsangiz sizga xalaqit berishi mumkin do'stlar.